Barcha payg'ambar alayhissalomlarning azizlar, kasblari bo'lgan. Har bitta payg'ambarning kasbi bo'lgan. Misol uchun Ibrohim alayhissalom, Odam alayhissalom, Lut alayhissalomlar dehqonchilik qilishgan. Qaranglar-da, men payg'ambarman, rizqimni Alloh beradi, bo'ldi, tamom deyishmagan. Nima qilishgan? Dehqonchilik qilishgan. Musa alayhissalom savdogar bo'lganlar. Nuh alayhissalom, Zakariya alayhissalomlar duradgorlik qilganlar. Idris alayhissalom tikuvchi bo'lganlar. Davud alayhissalom temirchilik qilganlar. Iso alayhissalom tabiblik qilganlar. Sulaymon alayhissalom bo'lsa birinchi bo'lib sovunni ixtiro qilgan ekanlar. Sulaymon alayhissalom jinlar bo'ysundirib berilgan zot. Men payg'ambarman, jinlarni ham Alloh menga bo'ysundirib qo'ydi. Endi jim o'tiraman emas, balki nima? Birinchi marta xushbo'ylik tarqatadigan sovunni ixtiro qilgan payg'ambar alayhissalom Sulaymon alayhissalom bo'lganlar. Alloh subhanahu va taolo sizlarni payg'ambar qildim. Indamasdan yeb ichib yotsanglar ham rizqinglarni beraman desa bo'lardi. Lekin Alloh taolo hammasini nima qilishga? Ibodat qilishga, rizq topish uchun harakat qilishga buyuradi. Bir banda agar niyatini go'zal qiladigan bo'lsa, g'ir dunyoni ishini qilib, oxiratni ibodatini qilib qo'yishi mumkin. Nima degani bu? Erta tongda turdi musulmon, bomdod namozini ado qildi, kiyimlarini kiydi, xushbo'yliklarini sepdi. Ey Allohim dedi, qo'lini ko'tardi. Rizq topish uchun ko'chaga chiqyapman. Manfaatli, barakotli, jannatga kirgizadigan rizqni bergin. Allohu akbar deb turib yo'lga chiqdi. Mana shu bandani olgan nafasi ham ibodat bo'ladi azizlar. Qilayotgan mehnati ibodat bo'ladi. Ertalab turdi, men bugun bir pul topaman-da, qo'shnimga ko'rsatib qo'yaman uy qurishni dedi. Men bir pul topaman-da, haftaning oxirida bir joyga borib zinoni qilib, fahshlik qilib, maza qilib kelaman deyapti. Beraveradi Alloh taolo unga ham, rizqini beraveradi. Lekin ibodat masalasi chetda qolib ketar ekan. Shuning uchun azizlar, qassobchilik qilamizmi, duradgorlik, novvoylik, sartaroshlikmi, nima ish qilsak ham qilaveraylik. Faqat nimani unutmaylik? Ana shu rizqimiz dunyomizga ham oxiratimizga ham foydali bo'lishini, manfaatli bo'lishini o'ylab chiqish kerak bo'ladi.